Lekşimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı bugünkü islaha. 2021 yıl 2. ayının 1. günü devamı vatandaş. Yana başka bir cüpər ayal Nazarbent lagırığa yollap verildi. Tekşürüşünün tepsili uçurları cümleden. Deyinter, sept, erişken nait zor sakçı spirlik iskilatıda am ve müdafiye şirketi Lenda Soft, bu Xitayning şirketi iken Lenda Soft şirketi e'lon qilgan dokulat materialining mas'uliyatıdır. E'lon qilgan dokulat bu şirketlarning mas'uliyatıdır. Jungo Kompartiyasi hükümeti bu mas'uliyatni saqchilarning Şinjangda fuqarolarni nazorat qilishiga ishlatishga topshirib bergan. Bu spirlashgan iskilat Örümchini merkez qilgan holda saqchi taraf dokulatini o'z ishiga oladi. Bu dokulat bu rayonda musulmonlarga ziyonkashlik qilishdan va ko'lamlashgan nazarband qilishdan inchki tafsilotlari bilan ta'minladi va buni qayd qildi. Bu dokulat bir maydon bostirishni oshkorlab berdi. Cümleden Uyghur aileге kamera o'rinlashtirish, zo'r ko'lamlik jazolash lagerlarini qurish, bolalar bilan ota-onasidan majburiy ayirib etib, elektron bilan zaryadlangan sim to'soqliq maktablarda o'qitish, Uyg'ur qabristonliklarini sistemalik buzib tashlash, majburiy bola tushirish, tug'ut cheklash sistemalarini yo'lga qo'yish. Bu dokulat saqchi taraf istixborot delolarni qo'shimcha rayonlik saqchi idorasining yig'ini hamda Urumchi shahrida umumiy yuzlik mavjud bo'lib turgan tekshirish punktlarining ishki xaritalik ko'rinishlari bilan ta'minlagan. Dokulat degani Iroq yaqinlaridagi kishilarning telefon aloqalari, oldingi hisob moliya nazorat ahvoli Tonuşturulgan. Bu tonuşturuşlar ko'rsatdi ki radikal unsurlar nazorat qilish, tizginlash, davomliq diniy e'tiqod faoliyatlarini tizginlash bilan munosabatlik bo'lgan yoki birlashtirilgan. Bu spirlik iskilat yana doiralar mukammal to'plangan uchurlarni qandoq tahlil qilishlarini tushundirgan. Jumladan saqchi mulozimi yumshoq detalning yordamida Viçat yoki undidardagi uchurlarni tezlik bilan to'plashni o'z ishiga oladi. Bu spirlashgan iskilat, ya'ni material iskilati mundaq oshkoriladi. Saqchi taraf telefonga zo'ravonlikqa qarshi turish asbobi o'rinlashtirib, saqchi taraf telefonga qo'lingizdagi telefonga vatandosh zo'ravonlik qarshi turish asbobi o'rinlashtirib mezmunlarını hatırladı. Bu eş dairlerinin siyaseti qandaq g'alaba qildi? Mesciddagi kelib namoz o'qiydiganlarning kishilarning nisbatida qandaq o'zgarishlar yuz berdi? Ya'ni demakchi, qattiq siyosat yo'l qo'ydi Jungo Kompartiyasi masjidga keladigan odamlarning soni azaydimi yoki ko'paydimi? Moshini tekshirishdi. Qandaq o'zgarish bo'ldi? Buni xotirlab turdi. Faktlar bilan ta'minladi. Bular orqali doiralar sog'lom va baxtlik umumiy xalq biologiyalik aloyidliklarini to'plash plani deydigan amaliyotda bo'lsa nazorat qilish rolini o'ynaydi. Muqimlashtirish, kechiringlar, miqdorlashtirish va Şinjangda mustamlik Uyg'uristonda elektronlik nazorat qilish tafsiliy uchurlar bilan ta'minlab, bu jumladan millionlagan parcha qisqa uchurlarni telefonda so'zlashish xotirasida munosabatlik odamlarning adresi, jadvalini,
adres cədvəlini, bank hesabat numar xatırısını, telefon, qatlıq detali, müşteri buluş, sallık, məlumatı və WeChat yəni ündidarını nazaret qilish, tizginlash, hem de elektronluq mülazimət və banka xatırısını öz içine alır. Muşların hemmisini sıfırlaştırış, iskilatlaştırış, materyallaştırış, saqçının iskilatığı yollaş. Şu yerde başqırıvatqan yaş, hürmetlik vatandaşım. Bu sıfırlıq iskilat, yani materyal iskilatı Şinjan'da başqırış, nazaret qilish ve nazarband qilishdan dərcisine aşkarılıdır. Devamını anlayacağız, hürmetlik vatandaşım.